Assalomu alaykum Uzagro kanali obunachilari. Bugun kokosdagi bodringlarimizni hozirgi holati bilan tanishib o'tamiz. Kecha terim jarayonlari bo'ldi. 50 sotix joyda kokos tashalgan. 1 tonnadan ortiqroq hosil berdi. Bu endi umumiy hisobda ikkinchi terimimiz. Birinchi terimda 3 xalta tergandik. Bu 75 kilolarga to'g'ri keladi. Bu safar bu ko'rsatkich 40 xaltaga ko'tarildi. 1 tonna atrofida. Hali endi avch pallaga chiqyapti kokoslarimiz. Kokoslarimizda ildizlarni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham faol. Hamma joyda oq ildizlari bor. Juda yaxshi ishlayapti. Oq ildizlarni asrashda trichodermadan foydalanyapmiz. Yana qo'shimchasida fulvik kislota va gumi kislotalar bilan ildizlarni oziqlantirib boryapmiz. Holatlari yomon emas. Hosillar ketma-ketlikda normada katta bo'lyapti. O'sishda, gullashda hammasi joy-joyida barqaror ketyapti. Endi xudo xohlasa keyingi terimda yana ham yuqoriroq natijalarni ko'rsatadi. Hozircha umumiy holatimiz yaxshi, hurmatli obunachilar. Sortimiz Neva F1. So'raganlar biladi baribir. Qishki bodring bu. Ob-havo xudoga shukr, Allohga shukr juda yaxshi kelyapti. Oftobli kunlar ko'p bo'lyapti. Bodringimiz o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Qiynalmasdan hosil solish jarayonida. Umuman palagimizda ozuqa kamchiligi bilinmaydi. Nexvatka umuman yo'q. Gidroponika oziqlantirish tizimida oziqlantirilyapti. Smes holatda. Kokosda ustunlik tomoni yerdan hamma joyda barqaror bir xil hosil olish jarayoni kuzatilyapti. Yerda endi baribir unumdorlik hamma joyda har xil bo'lgani uchun har xil hosil ushlaydi. Yer ham yomon emas, yer ham orqada emas. Lekin kokosda bir xillik bo'lgani uchun meni nazarimda hosildorlik juda yuqori. Kamchilik yo'q. Hammasi juda ajoyib. Hurmatli obunachilar, bugungi holatni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgandik. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Telegram guruhimizda kutamiz. Faollikni oshiraylik qildi. YouTube'da reytingimizni biroz yana ko'tarishimiz kerak. Videolarimizni kerakli odamlarga ulashishingizni so'rab qolardik. Va like, поделиться ham, подписаться ham esdan chiqarmanglar. Hurmatli obunachilar. Qiziqtirgan savollaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha